Qaynag'am kelibdi, qaynag'amga rahmat. Otasi rahmat, qaynatam rahmat, o'tib qolibdi, gap yo'q. Hamisha shu onani ham yig'layapti eslab. Mana qaynag'am ham kelib yig'lab. Mana bir tomchi yosh oqizmayman, mana otamman, enamni yonida aytyapman. Hamisha baxtli bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimga sog' bo'lgin, mavzulardan ota-onam baxtli. Hurmatini joyiga qo'yib, bitta ukam bor, bitta opam bor, bitta pochcham bor, bitta jiyanim bor. Qattiq hurmat qilmasang, betingga qaramayman, hurmat qilgin. Yangi gapiraman, salim. Amaki. Birinchi o'rinda mavzudan meni mana shu amakim kelganda tagiga to'shak yozib, hamisha assalomu alaykum amaki, issiq choy, qaynoq choy, nargizacham bor, acha keling. Qimmatay kelmaydi bilaman. Dalali qirg'og'ida. Bu nargizacha qisqa qilmay turavering keyingi masala. Men tilagim ko'p hali. Hamisha meni armiyada o'tgan she'rim bor. Onam bilan opam haqida armiyada o'rgatgan. Shuni aytishim shartda menda endi. O'zbekiston buyuk, O'zbekiston buyuk, O'zbekiston buyuk, O'zbekiston jonim, vatanim meni, otam meni, vatanim meni, mag'rur otam vatanim meni, mo'nis onam vatanim meni, singlim opam vatanim meni, aziz bolam vatanim meni. Yo, esla oling.